Boshataga oqib ketgan edi. Zubayr dadasi olib berdi. O'zim mana shu yerda quvdim. Mana shu suv. Ustimiz shalob bo'ldi. Shataga yig'ilib qoldi, toshlar kirib ketdi. Xullas suv mana shu oqayotgan suv bo'lsa ham sayoz emas, bu chuqurroq joylar bor ekan. Mana taxta cho'piga sho'rgacha. Endi o'ta nariga tomondan bu yoqdan o'tmasak, hozir bu yoqdan o'ta olmaymiz. Shatayni bu yoqdan olib kelasizmi? Bu yoqqa o'tasizmi? Mana shu yerdamiz. Mana shu Sangardaydan oqib kelgan hamma bakalashga mana shu yerga yig'ilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Nima bo'lsa. Mana ko'rishingiz mumkin. Suv mana shu balandlikgacha oqqan pastda, mana shu balandlikgacha suv oqib kelgan. Hozir mana shuncha pasaygan. Bizga yordam kuch kerak. Biz e'lon qilyapmiz surxondaryoliklarga, hech kim bir keling demaydi. Shunga hayronmiz-da. Kuchuk bor ekan ana ichida, kuchuk bor. Suv bormi, surmi? Bo'lmasa kiramiz hozir. Telefonni olay. Meni mana shu yerda yutib turamiz hozir. Chayqdi. Kuchuk bor mana ana ichida. Boya Shatayni quvgan paytim ko'rdim-da. Mana ana ichiga musor bor deyapsizmi? Shatayni tashlang. Shatayni. Rahmat senga. Mana Shatayga rahmat. Kimniki bo'lsa qolib ketgan. Musor bor ekanda, kuchuk ham bor ekanda mana ichida. Qochib ketdi. Nerede teshik kirib ketdi. Qo'rqib. Tegilmaymiz. Qaysini chekramda? Narxisi. Chuqur ekan. Unisiga qanday kirsa bo'ladi? Narigi tomondan kirish iloji yo'qda. Bu ham suv bor. Bu yoqda kuchuklar. Kirib ketdi uning ichiga. Yo'q. Ko'pga chiqib qoldi. Bakalashga musorlar bor ekan. Tushamizmi? Nemir tushayda. Managa kallani uroma. Look. Bunlar çok güzel. Benim şu tıralıq koyun. Dur. O yerde işlerse yok. Görüşeceğiz mümkün. Sütü ya. Böyle şeylerde işlerse yok. Çöptü vereyim mi? Ha? Yok, gördüm çöp bilen. Bakalashga? Bakalashga yig'ilib qo'y. Yaxshi yo'q. Ketdik endi. Xullas, hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa gaplar. Bizga ko'proq odam kerak, lekin hali hech kim kelgani yo'q. O'shalar Sangardagi suv oqib keladigan joylar bor. Shunday joylarni ko'rish kerak. O tomon ham shu desa. Bu yoqlarni oldin ko'rganmidingmi, Sardor aka? Ko'rilgan ekan bu yoqlar. Naridan o'tamiz endi, mana yerdan ehtiyot o'tib olamiz.
simlari bor ekan. Küçük mana tağa kirib ketdi. Şöyle tırnalib turib kirib ketdi mana tağa. Xullas, mana shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shunday holat bo'lib turibdi hozir. Joyni ko'ryapmiz imkon qadar. Kuchimiz yetganicha. Eng avvalo Alloh, Xudo xolasa topilsin. Sangardaydan oqib keladigan suv mana shu yergacha pastda 30 kilometr, 40 kilometrlar chiqadi. O'zi Sangardagacha 35 kilometr. O'sha svetofordan kirib kelish joyidan mana shu yergacha. Mana shu Sangardan suv qayerga borib quyiladi? Sardor? 6 ta suv omboriga borib quyiladi. Biz eshitishimiz bo'yicha suv omborlarini ham qidiryapti-da. Lotka bilan qidirayotgan ekan suv omborlarini ham. Hammaga kuch-quvvat tilaymiz. Mana shuning uchun biz ko'proq odam kerak dedik-da. Bir 100 kishi bo'lsak, mana shu yerda bir 10 kishi bor. U tomonda bir 10 kishi, bir 200 kishi bo'lganda mana shunday joylarni cho'masa bir kunda bo'lib olardik. Kimdir 20 kilometrgacha, kimdir 10 kilometrgacha bo'lib olardik-da, izlardik. Lekin afsuski bizga hech qanaqa bir yordam kuchi yo'q, ayniqsa fuqarolar tomonidan. Buni aytishga majburmiz. Mana shunday holat bo'lib turibdi hozirda. Endi biz hozir mana shunda sayoz joy topib o'tib olishimiz kerak va nariga o'tib o'tishimiz kerak. Bu suv bizdan ham oqizib ketyapti. Bu yerga kelgan suvlar sal iliqlashgan. Sangardakda suv juda yaxshi bo'lgan, mana bular sal iliq bo'lgan. Endi hozir shu yerdan o'tib olamiz, nima bo'lsa ham. Endi nima, kiyimimizni yechib olib, qo'limizga olib o'tib ketamizmi deyman. Nariroqdan o'tamiz. Suv mana shu yerlarda suv bo'lgan, mana shu toshlar ham shu suvlar surib kelgan mana shu yergacha, mana shu tosh. Shu sabab mana shu yerda tosh ko'p. Mana. Mana shu qirg'oqlar. Ko'pchilik boshini so'raydi, buni boshi suv omborigacha. Agar bola suvga tushib ketgan taqdirda ham mana shu atrofdagi suvlarga, toshlarga, nimalargadir urilib chiqib qolish kerak-da, aynalib. Endi eng avvalo Xudo, hech kim bilmaydi nima bo'lgan. Hech kim konkretni bir javob bizga aniq fakt bilan aytayotgani yo'q. O'shaning uchun biz imkon qadar bu yerlarni bu yerdan o'ta olmaysiz. Keling bu yerdan, bu yerdan o'tamiz. Xullas shunaqa gaplar, hurmatli kuzatuvchilar, kuzatishni davom eting. Bizni qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa hamma joyda ko'rsak, imkon qadar video qilamiz. Instagram uchun kamroq video joylaymiz. Sizlarga bir vaqtlaringiz olmasligi uchun uzilgan joydan keyingisini yana qo'yib ketyapmiz. Shunaqa gaplar. Hozir bu yerdan o'tib olamiz endi. Ular bu yerdan o'tyapmiz. Mana shu yergacha qidirdik-da, ko'rib keldik. Hozir bizga bulargacha suv lega shu yer ham tezda. Bu yerlarni ekskavator toshlar olib ketgan evaziga mana shunday bo'lib suvlar shu atrofdan oqib qoladi. Ariqlar hosil qilib qoladi. Chuqur bo'lsa kerak. Chuqurmi? Yo'q, o'tamiz. Mayli-chi. Ko'proq odam bo'lganda balkim yana ham kuch bo'lardi-da. O'sha 3 kishi, 5 kishi yuramiz. Qancha vaqtda kelsak ham 3 kishi, 5 kishi yuramiz. Sangardagida sharsharada bo'lamiz dedik. Lokatsiyalari bo'lsa tashlab beramiz dedik. Hech kim kelmaydi yordamga. Xalqimiz Surxondaryo xalqimiz birontalarimiz kelmadingizlar. Videoni ko'ryapsizlar hammalaringiz. Lekin beparvolik qilib qoldirib yuboryapsiz-da. Mayli. Nima ham deymiz. Ko'ramiz o'zimiz kuchimiz boricha. Imkonimiz yetganicha. Shu video kuzatib turing. Asli inshaalloh buni oxirigacha boramiz biz, Xudo xolasa.
Ha? Şadan o'tsa bo'ladimi? Ha? Mana suvlar sayoz o'tiring. Ha, mana sayoz ko'rinib turibdi. Suv tiniqlashganda ko'rinyapti. Toshlar. Marjon aka. Ko'rsa topdim. Suv mana shu yerlargacha kelgan balandligida ko'rishingiz mumkin. Keling, Sardor. Inshaalloh topilib qolar, Xudo xolasa. Xudoyim. Qaratishingizni xohlayman. Zubayrni ham xuddi mana shunday probka shatay bo'lgan. Mana shu probka shataylar tasavvur qiling, chiqib qolgan mana shu yerlarga-da. Nahotki bironta belgi yo'q suvda. Chiqib qoladigan mana. Mana shu suv ketdi mana, ko'tar. Suvni qarang. Aylantirib olib kelib, bari qirg'oq chetiga chiqarib tashlaydi. Mana shunday. 40 kilometr past uzoq. Kelib turibmiz hozir. O'sha Sangardakdan 40 kilometr pastdamiz. Bu yerlarni ko'ryapmiz. Natural o'sha latta. O'sha shatay probkalar chiqib qolganda. Lekin suvda deb taxmin qilinayotgan Zubayrjonni bironta belgisi yo'q. Suvda ham, quruqlikda ham. O'sha qiziq. Oyoqqa nimadir kirdi. Suvda mana shunday oqib kelganda, nima latta putta. Nima o'zi chiqdi. Havoga.